Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Mana atrobotgali pechkamizni tayyorladik, ya'ni sal rekonstruksiya qildik, yangiladik. Endi bu jaligi qimmat narsa emas. Lekin ishlab chiqarish, qanaqadir ustaxona, servislarga, bir xonani isitish kerak bo'lsa yoki parnilarga sal kattaroq qilib yasash deydi imkoniyati bor. Xudo xolasa bu hozir kichkinalashtirilgan versiyasini qildik. Xudo xolasa juda ham ekonomичный. Bundan tashqari jigarlar hozir 2 litr atrobotka xudo xolasa 6 soat, 7 soatga bemalol yetib beradi. Sababi tomchilab oqib turadi. Mana ko'rib turganingizdek, shu joydan tomchilab oqib bunkerga tushadi. Bunkerdan yopib, bu joydan yoqib, tevaga qarab, udinatiga qarab chiqib ketgan. Ko'rib turganingizdek, hozir xonaga qo'yganmiz. Yoqqanimizga yarim soatdan oshdi. Xudo xolasa, tevasiga mana choynakni qo'yib qo'ydik. Hozir videoda oxirida buni ham sal iliganligini ko'rsatamiz xudo xolasa jigarlar. Bu asosan qatga qo'ysa bo'ladi deydiganlar uchun, ishlab chiqarish joylari uchun, misol uchun akfa sexlar bor yoki kosib, mebel sexlar bor, qishki kunida yoki ustaxonalar bor, servislar, shunga o'xshagan joylar uchun juda ham yaxshi. Buni yasash unaqa juda ham qiyin emas u, lekin vaqt ajratib qilganmiz, xudo xolasa jigarlar. O'zlaring ham yasab olsalaring ham bo'ladi. Agar erinchoqlar bo'ladigan bo'lsa, buni hozir endi sotib sal tirikchilikka harakat qilmoqchimiz. Общий materiali bizga hozir elektrod, hamma krayniy, trubka, oyoq-poyoq hamma yo'llari bilan bizga hozir 280 ming so'm, 300 ming so'm atrofida to'xtab turibdi. O'shaning uchun endi biz bunga mehnat qilganmiz, pul tikkanmiz. O'shaning uchun 450 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Dastavkasi alohida bo'ladi. Dastavkaga ham qulay jigarlar. Nimaga aytsam, mana bu tomoni nozik, oyoqlarini samarezli qilib qatirib qo'ydik. Endi buni yechib turib, yoniga qo'yib, bitta misol uchun bir joyga ham javob kelsa 50 ming so'mga olib ketadi. Ko'rib turganingizdek, yonib turibdi. Bu joydan mana legrovka qilishda imkoniyati bor. Mana bu joydan mana tomchilab tushib turadi, mana qaranglar mana. Mana. Buni o'zingiz nazorat qilishingiz mumkin mana. Mana tomchilab tursa, qancha tomchilab tursa, o'shancha ko'proq vaqtga yetadi. Binoklni bu joyga qo'yganmiz. Bu bachoga. Bachoga to'ldirib qo'yasiz. Bu yoqdan sekin kontrol bo'lib tushaveradi. Mana. Bu joydan sekin kontrol bo'lib tushaveradi. Bunaqa qiyin narsa ham emas. O'zlaring ham yasab olsalaring ham bo'ladi. Erinchoqlar bo'ladigan bo'lsa, menga material olib ke, bozordan bu qil degandan ko'ra, mana o'zlaring ham qilmoqchi bo'lsalaring, jigarlar mana bemalol qilsalaring ham bo'laveradi. Biz hozir qilib qo'ydik. 450 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xudo xolasa dastavkasi alohida bo'ladi jigarlar. Qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Kamchilik, nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, bundan katta yasashning ham imkoniyati bor. Dumaloq qilib yasashning ham imkoniyati bor yoki bachogani bu tomonga qo'ysak ham bo'lardi. Kompozitnoq qilib, joy kamroq egallasin deb shunaqa holatda qildik. Yana fikrlaringni yozib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hozir mana ishxonaga qo'ydik. Shu mebelchi ishxonamizga qo'yib berdik. Mana shu iliq holatda, hozir yarim soatda iliq qilib berdi. Yaxshi holatda. Bu yerda endi tunuka ham, nima ham qilinadi. Mebel, shunga o'xshagan narsalar qilinadi. Qildik hozir, xudo xolasa jigarlar. Yoqqan bo'lsa bemalol zakaz qilaverasizlar.